Ko'rib turganingizdek, ishimizga ulanib, uy ichiga sanuzel qurishi boshlangan edi. Kanalizatsiya turbasini betonni kesib olib chiqildi. Undan keyin turpoq qazildi. Hamma yoq loy bo'lib ketuvdi. Chelikda suv olib yuvib tashladim. Ertasi kuni sement suv qorib, o'sha qazilgan joyiga tekislab suvab qo'yishdi. Suvalgan joyiga kelib xayol bilan g'archilatib bosib olaman. Bosib olganimdan keyin ovqatingni yeb tez bo'tib suvab qo'ygin dedilar. Mana ko'rganingizdek kattagina qadamingiz turibdi. Rejam bo'yicha o'rtoqlarim bilan karak choy ichishga chiqib ketishim kerak edi. Afsuski bu narsani yamamasa bo'lmaydi, qotib qolib dabdalash chiqadi. Adamni o'zlari sement qorib qo'yibdilar, suyuq qilib. Buni oldimda ko'rib turganingizdek oynadek qilib suvab oldim. Ozgina bo'lsa ham ustachilikdan xabarim bor ekanmi deyman. Yigit kishiga 40 hunar oz deganlaridek hunarimni ishga soldim. Jiyan yo'qligidan foydalanib o'zib sekin amalladim. Jiyanni chaqirib bu yog'ga ishlatish kerak. Jo'ta jiyan ko'rinmayapti bu videolarda deyotganlar. Tez orada chaqiramiz. Shu bilan qarabsizki, ustini yopdi. Sababi yomg'ir qor aralash yog'yotdi. Ustini yopib yaxshilab shu bilan bugungi ish tugatdi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.